Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dünyanın her qaysi joylaridagi aziz Sharqi Turkistonlik qarindoshlarım. Hammangizlarga Allohning go'zal salomlari va rahmati bo'lsin. Alamlarning parvardigori Allohga cheksiz shukrlar hamda sanoqlar maqtashlar bo'lsinki, oxirgi bir necha yilda butun dunyoning har qaysi joylarida xalqaro Sharqi Turkistonning mustaqillik da'vosi ko'rinarli olg'a ilgirmoqda. Va chet elda yashayotgan Sharqi Turkistonliklar orasida ichki ziddiyatlar aziyib, birligimiz kundan kunga kuchaymoqda. Shundaqdimi ichimizdagi ziddiyatlarning, o'xshmasliklarning va chechinog'liqning texmi tez tegishi uchun ba'zi masalalarni oydinlashtirishga tirishmoqchiman. Aramizda o'zini oshkorlamagan, o'zini haqiqiy to'g'ri yo'lda yuryapman. Mening ideyalarim, mening tutgan yo'lim haqiqiy to'g'ri yo'l, mening aqidam haqiqiy islom aqidasi. Buningdan boshqa aqidalar, tushunchalar butunlay xato deb qaraydigan bir qism insonlarimiz bor. Bu qism insonlar boshqalarni yoqtirmaydigan, qo'pol muomala qiladigan, salomga javob qaytarmaydigan, hech qanday siyosiy harakatlarga, ya'ni Xitoy tajovuzchilariga qarshi ilib berilgan hech qanday faoliyatlarga qatnashmaydigan va Xitoyga qarshi har qanday harakatning dinga xilof xato ishlar ekanligini tushunadigan insonlarga Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tunji bo'lib qurgan davlati, ya'ni Madina shahri haqida o'zi bilan o'xshamaydigan e'tiqoddagi, ideya jihatda bo'lsin, hech qanday jihatda bir-biriga mos kelmaydigan insonlar bilan, ya'ni musulmon bo'lmagan yahudi va boshqa insonlar bilan e'tiqodda, aqidada, tushunchada, hayot yo'lida va boshqa masalalarda birlik kelinmasimi, vatan masalasida, ya'ni Madina shahrida o'zi yashayotgan shu rayonda, shu davlatda bexatar va xotirjam yashash uchun butun farqli ideyalarni bir tarafga qo'yib qo'yib, bir-birini hech qanday ishqa, hech qanday dinga, hech qanday aqida va ideyaga majburlamaydigan, birlikda inoqitpoq va xotirjam yashaydigan, Madina shahridagi ichki va tashqi dushmanlarga qarshi birlikda kurash qiladigan, Madina shahrini birlikda qo'g'daydigan birlik hosil qilgan edi va kelishim tuzilgan edi. Biz Sharqi Turkiston musulmon xalqining orasida bugun eng kichik bir masalada fikrimiz o'xshamay qolsa, bir-birimizga yomon g'arazda qaraydigan, gaplashmaydigan, adovat saqlaydigan, tor vaslar orqali va yoki o'zimizning sorunlarida bir-birimizning aybini ichib, ularni qorlaydigan, birlikimizni parchalaydigan ahvollar mavjud bo'layotdi. Vaholanki bugun vatanimiz Sharqi Turkiston va Sharqi Turkiston xalqi yer yuzidan butunlay yo'qolib ketish xatiri ichida turibdi. Go'yoki vatanimiz Sharqi Turkiston kuyayotdi. Vatanimiz Sharqi Turkistonda zimindagi Allohning o'ylari bo'lgan Allohning masjidlari yiqilyotdi, o'rib chiqib tashlanayotdi. Vatanimiz Sharqi Turkistonda bugun 27 mingdan ortiq masjid chiqilib tashlandi. Islom ummatining ashaddiy dushmani bo'lgan, ummat dushmani bo'lgan, Allohning dushmani bo'lgan Xitoy tajovuzchilari vatanimiz Sharqi Turkistonda necha yuz minglagan Allohning muqaddas Qur'on Karimini yıkıp ko'ydirib tashladi. Islom ummatining bir parchasi bo'lgan 9 milliondan ortiq Sharqi Turkiston xalqi Xitoy turmalarida, zulm va qiyin-qistoq kamplarida qiyin-qistoqqa, zulmga va tajovuzlikka uchirmoqda. 35 million musulmon Uyg'ur xalqi majburiy holda dinsizlashtirish siyosatiga duchor bo'lmoqda. Gapning qisqasi, vatanimiz Sharqi Turkistonda tarixdan buyangi eng cho'ng qirg'inchilik, qotillik, bulangchilik va boshqa nurg'unlagan jinoyatlar ishlanmoqda va davomlashmoqda. Shuning uchun o'ldirilayotgan biz Sharqi Turkiston xalqi, mollari, mulki bulangan, o'g'irlangan biz Sharqi Turkiston xalqi qat'iy va jiddiy holatda Sharqi Turkiston birligini hosil qilishimiz, mavjud bo'lgan birliklarni kuchaytirishimiz va ittifoqlashtirishimiz nihoyatda zarur bo'lyapti. Haqiqiy iqtidor egasi bo'lgan ziyoli va yoki diniy olimlarimiz qo'lidan ish keladigan ixtisoslarimizdan qaytadan adam tashkillab, hamma ishni, siyosiy harakatlarimizni noldan boshlashimizdan, qaytadan boshlashimizdan hech qanday hojat yo'q. Biz Sharqi Turkiston xalqi axloqli, mehr, muhabbatlik, sadoqatman, ittifoqchan bir xalq. Bizning aramizda ham Allohdan haqiqiy qo'rqqan, davosiga sodiq bo'lgan, hayotini bu yo'lga atab qo'ygan diniy ustozlarimiz, siyosatchilarimiz va tashkilot jamoatlarimiz bor. Bizga tushgan vazifa bu yo'lda qo'limizni, yengimizni turib, bor kuchimiz bilan bu zulmga qarshi mustaqilligimiz uchun kurash qilish. Yillardan beri bu yo'lda tinim topmasdan butun hujudi bilan kurash qilayotgan, mujohidlik ilib berayotgan mavjud tashkilotlarga hamkorlashish, ularni qo'llash, samimiy, sodiq bo'lgan shu jamoatlarga qo'shilish, shaxsiy o'ch adovatlarimizni va o'xshmasligimizni jiddiy bir taraf qilib oydinlashtirish. Agar shaxsiy o'xshmasliklarimizni oydinlashtira olmasak va yoki adovatimizni yuyamasak, shaxsiy adovatlarimizni va o'xshmasliklarimizni bir tarafga qo'yib turib, vatan, din, xalq uchun birlikda harakat qilish. Hisob kitobni keyinga qo'yish kerak. Albattaki, go'shtning so'ngki bo'lgandek, gazirning shubiga bo'lgandek, biz Sharqi Turkistonliklar ichidami, siyosat maydonidami bir qism huquqparast saxta jumhur boshqonlari, nafsoniyatchi qo'ybichilar, xalqimizni qoqti-so'qti qilguvchilar, millatning yuzini to'kuvchilar mavjud. Bunday arzimaslarni azroqli sagak bo'lgan, ko'zi ochiq bo'lgan barliq qarindoshlarimiz tunib yetiklik va aktiv yashirsa oshkorlanib ketiklik.
Bundaq saxtapazlarning ko'pinchisi xalqimiz tarafidan yolg'iz tashlanib qilinliq. Bundaq so'zi tashkilot, so'zi jamoat va yoki boshqa yo'g'on atalg'u qo'yib olganlar bo'lsa-mu, bundaq arzimas insonlarni sodiqlarning birlik sepiga qo'shishning hech qanday hojati yo'q. Chunki bular birlik sepimizga qo'shilgan taqdirda fitna bosib terish va sepimizni bo'shatishdan boshqa hech qanday ishga yaramaydi. Bundaq kazzob insonlar suning ustidagi ko'pikka o'xshash vaqtliq mavjud bo'lib tursa-mu, vaqtning o'tishiga erishib asta-asta yo'qolib ketadi. Albatta, bularning orasidagi samimiy tövbe qilgan, xatoligini to'nigan, haqiqiy din uchun, vatan uchun, millat uchun kurash qilgan insonlar bo'lsa, ularning samimiyatiga qarata hamkorlashish va birlashishga bo'ldi. Biz bir-birimiz bilan mana shu xil shaklda hamkorlasha olsak, bir-birimizni qabul qila olsak, xatoliklarimizni tuzatalisak va xatoliklarni tuzatishga fursat va zaman beralisak, albatta kuyayotgan vatanimiz Sharqiy Turkistonni qutqizib qolmay, yer yuzidagi eng kuchli davlatni qura olishimiz. Balki biz qo'llaydigan, biz qoyil bo'lgan odamlar farqli bo'lishi mumkin. Balki hatto tashkilotlarimiz farqli bo'lishi mumkin. Agar biz meningni to'g'ri, boshqalarning xato degan ideyani o'zgartirsak, hamma odam menga va yoki mening tashkilotimga ergashishi kerak. Men qilgan ishni hamma tashkilot, hamma xalq qilish kerak deydigan xato ideyalarni, xato tushunchani o'zgartirsak, ko'ngil ko'ksimizni keng tuta olsak, o'zaro hamkorlashishni, bir-birimizning ortiqchiliklarini ko'rib qabul qilishni o'rgansak, har bir musulmon, har bir o'zini mu'min degan kishi o'zining shaxsiy tushunchisini, din faqat mushulam, islom faqat mushulam, buningdan boshqa ideyalar, buningdan boshqa ko'z qarashlarning hammasi xato deydigan xato fikrlarni o'zgartib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshqa dinda bo'lgan yahudiylar bilan ve başka insanlar bilen vatan hakkında, vatan doğruluk, birlik hasıl kılalıgan bolsa, vatanni birlik qo'ydigan bolsa, biz hem vatanimiz Sharqiy Turkiston uchun birlik harakat qilishimiz, başkalarını qabul qilishimiz, başkalarının tanlagan yo'liga hurmat qilishimiz kerak. Musulmon kishi o'zining tili orqali, qo'li orqali va imkoniyatlar orqali boshqalarga musulmon qarindoshiga ziyon yetkazadigan emas, balki har doim o'zining manfaatini qurbon qilib turib, yanidagi insonlarga, musulmon qarindoshlarga foyda manfaat yetkazadigan, ularning ko'nglini xush qiladigan yaxshi kishidir. Aksi taqdirda biz musulmonlar atrofimizdagi kishilarga g'azab nafratimiz bilan, qattiq qo'polligimiz bilan muomala qiladigan bo'lsak, atrofda fitna, bo'lginchilik, insonlarni islom dinidan seskandiradigan holatdan boshqa narsaga erishamaymiz.